qilib qo'yib Hamma kirmoshni olaman deyotganlar qiynaydigan savol. Samsung yoki LG qaysi biri yaxshiroq? Men sizlarga buni solishtirib beraman, sizlar tanlaysizlar. Hop, Samsung kirmoshinamiz 7 kiloli eng oxirgi chiqqan namoratchining modellaridan bittasi. O'zida 14 ta funksiyasi bo'ladi, 2 ta funksiyasi par bilan ishlaydi. Bundan tashqari qo'shimchasiga 1 martadan 5 martaga chaqadigan funksiyasi bo'ladi. O'rtada qolib ketgan kiyimlarni yuvib qo'yish uchun ko'p yutadigan funksiyasi ham mavjud. Kiyimlarni g'ijimini chiqarib berish uchun o'zida dazmol funksiyasi ham mavjud bo'ladi. Bundan tashqari ekobabl sistemasida ishlaydi. Parashut sosiylar pramoy barabanga ko'pirtirib achib beradi. Tentariga keladigan bo'lsa, keramический tent bo'ladi. Chirib zaynab ketmaydi. Garantiyaga keladigan bo'lsa, garantiyasi 20 yil motor uchun, o'ziga 3 yil ofitsial Samsung servis tomonidan beriladi. LG kirmoshinamiz 7 kiloli, bu ham eng oxirgi chiqqan Navro'z modellaridan. Bundan o'zida 14 ta funksiya bo'ladi, 2 ta funksiya par bilan ishlaydi. Buni motori yaxshi tomonda DD motor bo'ladi, Chester'nari necha kilo kiyim solsanglar, shunga qarab turib suv tortadi, rasxod qiladi. Qolgan kirmoshinalarda uchramaydigan tomoni bunda Wi-Fi upravleniya bo'ladi. Wi-Fi orqali boshqarsanglar bo'laveradi. ZenQ programma orqali. Buni ham barabanlari ichlari katta, keng, almasli baraban bo'ladi. Bemalol kurtkalar sig'averadi. Garantiyasiga keladigan bo'lsa, 10 yil motor uchun, 3 yil o'zi ofitsial servis tomonidan garantiya beriladi. Bo'ldi. Bularimiz narxiga keladigan bo'lsa, $400 $395 $400 $395 $395 butun qaytmalar asakamiz bor. Anjan bo'ylab besplatniga. Butun anjan bo'ladi asakamiz bor. Hop, kirmoshinalarimizni ko'rdinglar, farqlarini solishtirib berdik. Sizlarga qaysi biri ma'qul bo'ldi? O'zingizlar fikringizni kommentariyga yozib qo'yinglar. Bundan ham zo'r videolar o'tkazib olmaslik uchun bizga podpisatsiya bo'lib qo'ying.